Qandaroq biz ko'rib kulib tilib qoldik o'zinglar qana. Men hada o'sha biz o'zimizga bu kulkilik bo'linmay qoladi-ku. Xir o'ynaverib kamyerni qo'shib qilavergandan oxirida gumon qilib qoldim. Bu yoq bo'lsa Ro'zaxonning yaxshi inisi Jurat. Muratkamni shuna kuldi degan. Sizlarninki kelib ma kulpagininglardan endi yana bu hep ümit paydo bo'ldi-ku. Bir narsani o'zing tomoshabin yo'q paydo. Qancha soat chiqadiğanda qiladi bu daqiqa qetayim qilsa ketmi. O'tiram ketim qilsa. Umumiy jihatdan bo'lsa, umumiy 4,5 soat 5 soat chiqadi. 5 soat. Aş naq maydonda 5 soatdak o'ynaysa degan. Qara nurg'un ko'rganlarchi har bir qismni ayrim oldi deb o'ylab qoldi kesini. 5 soatni bir gapni unutmay, tantirmay, tütütlemay, biroq 5 soat o'ynaydigan nurg'un adam uqmaydi jumu. Endi asli qoidacha shu 5 soat mesela biz birinchi qadamda milliardma mening o'zimning so'zlagan so'zim o'zila 4,5 saat. Shunday qadasa. Ha, shunday bo'ldi. Toshmamatkamninki bilan Toshmamatkamni ochiqdik emasmi sen? Shuni bilan 5 soat bo'lgan. Endi buni biz uni biroq berib etsak, endi to'g'ri kelmaydigan sharoitlar borchi. Shunlashqa biz shu yerga aptitlar bilan deyishib 10 minut, 12 minutdan kesib tarqatdik. Amaliyot shu budron qitimlikninki şu 5 saat etrafında ondan sen işip çıkışı mümkün. Kısa ekegen teklif kan çolpallar var, onun için budran ketimde dadamın ki bir itilgan bir naksı var. Bekleyizimin bu ketim. Çıktı. Şundan bu şu 5-20 saat, 6 saat etrafında devam etmesi mümkünmüş bir ketimde. Keçilikte hesapta. Ekran aldıda körüp atkan tamaşalar. Әмді texim qayıl bo'lishi mumkin-chu. Nimishqa degan vaqtda mush 5 soat oldin ketim biz naq maydonda borgu. Masalan 4,5 soat 5 soat yaqin vaqt midirmay o'tadiq, sen midirmay so'zlading, midirmay deb qo'y. To'qliqi tamtirmay, unutib qolmaychu. Ay bu oson ish emasmi? Bir odamni qo'yib so'zlab baqa desa, yarim soat to'xtamay so'zlay olishmi? Notayin. Shu hamda muayyanlashtirishga tegishli tarafni ras muayyanlashtirmasak bo'lmaydi. Oldida qartib qo'yib maqtaganlik emas, ham Ro'zaxonning bu jihatdagi tirishchanligiga ham iqtidoriga qo'l qo'ymasak bo'lmaydi rasmiymi? Bu qitim ilk kila qitim qadami yaxshi qilamiz deb ishonchinglar bormi? Muno inim bo'lsa, Milliard kulki sahnasining rejissyori Sayfiddin Shamshidin. Ters degan gapni deding-ku da, 4,5 soat 5 soat so'zlamak tasda. Ba'zida ham bu ishga tan qilimiz ham bu ishni hech vaqtni yo'q. Ba'zi odam sen chiqib peshana deb baqa deydi. 10 minut turolmayman men. Ammo turaytma deb chiqima. Ammo manda qilib manda qilib baqsa qadash deb, lekin 10 minut turolmayman. Shu. Oy uyak chiqqandan keyin bilasan-da uni qilib. Ya mening bir yerim bugun sizlar his qilmadinglar uni, men o'zim his qilma. Materialni tayyor qilib biz o'ynab Sayfiddin ikkimiz buni pishirib qilgan chaqda sahinde o'ynagan vaqtimda yaxshi paylan jarayonni shu yaxshi o'ynay olmayman. Ammo kulpirdigan odam tomoshadan kirgandan keyin bugünmi jiqqa qo'shilib ketdi. Yoki tayyorlikdimi ortiq vaqtida sizlarni tomoshabinda menga kelgan hissiyot bilan energiya. Ya'ni nurg'un narsa qo'shilib ketdi-chu. Masalan, Indoneziya bo'lsin, ifodalash jihatdan bo'lsin, bugün layet yaxshi oldu. Lekin biz bu kulkilikka, mana kuldiraylik deb maqsad qilmaymiz-da. Cho'qim mushning mazmuni bo'lishi. Kuchimizning yetishicha mushning bir mazmun beraylik. Kulgash nurg'un narsalarni his o'ylaymiz. Demak, shu kulkilarning ichida quruq kulki emas, ideya bor degan gapda, aktiv energiya bor degan gap. Uni udullu terbiye xarakterida desangiz, hech kimning xulqi xo'sh yoqmasligi mumkin. Lekin bunda kulgash ketib o'ylasam, ma'no unumi yaxshi ajab maqtab ketdim. Sen o'zing fikrni maqtab ketdingda qamanlar, haqiqatan rost. Bu bir talant. Endi 4 soat, 5 soat deb boshda deymiz-ku hozir, o'shan narsa chiqdi deb. Lekin kuniga ya 5 minutlik ya 6 minutlik aşıncılık yani aran kılalayız. Onun ayık, onundan mı nim kılamayız da. Bazı teki kayıtılını be. Bazı teki taşıyıp çıktınız. Bu mu demeye edip şu? Bugün Halmurat kam kep kördü var ustaz. Körüp muşunda halatı boptu dedi. Biz özümüzün nispetten muşa halatı boldu deb ekeldik. Halmurat kam yani bir 3-4 yani mandara qilsak bo'ladi ki obrazlar dikkat qilgan dedi. O şunu to'liqlash uchun biz yana 15 kun atrofida
işleyişimiz gerek. Şunlaşqa bu asli üzülmeyla keyin çıkıp tusu bo'ladida ya bizniki milyar sakinlar. Lekin mushundaq jarayonda. Yaxshi tatam hayotime turdoshlar kechiringlar. Maya qarab so'zingiz o'pga qapimsiz. Ha, siz yilqi shamsiya. Ana shu. Endi hozir yilqi bayam sen dedingu. Bir kunda 5 minutlik yan chiqara olishimiz mumkin deb men anglab shu yerni nurg'una deb hayron qilish mumkin. Av sen o'zingning vlogingni do'yingga diqqat qildingmi-ki? Paylan degan gaplarni desangni, voy, Zo'zaxonga paylan ketamdi, chiqibdi so'zisi bo'ldi-ku deydi-ku. Başladı. U yilqi odatga so'rindiki chaqchaq, yumor etishga o'xshamaydi-da. Buni boy biz degandek ideyani yetkazish kerak, uning ichida aktiv energiyalar bo'lish kerak, gap so'zlar tanlangan bo'lish kerak. Shundaq-ku javharni yetkazish kerak, obraz yaratish kerak. Unda olgankin buni paylan qilmay udulli chiqib desa, balkim davetishi mumkin. Biroq mundaq biz qoyil bo'g'dak to'q shu shaklda hammaylar alqishligidek sifatlik bo'lishi natayin. Görünmelik bu atkan bir mesuliyetken. To'g'ri. To'g'ri. Hamda xalqni kuldirimiz deydigan sifatli kuldamisak bo'lmaydi deb o'ylaymiz. O cho'qim tirishimizda qo'limizdan kelishicha sifatli kuldirimiz deb tirishimiz. Zerikib ketansan, paylan qilaverib birmas. Güzel uyuşup gitmedi. Kayfiyatlar nol o'pdi. Bilsinglar, kesat ko'rinib tanlash qilgan. Yani Seyfullo o'tirdi. Ben chiqib o'ynayman, o'ynash jarayonida yangi bir gap tug'ildi. Mani qitib olayım, mani qitib olayım. Boshida deydi Seydaviya o'zi buni xotirlaydi. Shunla yana bir qitim o'ynaganda yilqi tiq qo'ygan gapimiz bor deyaga. Ammarni achal deyman, achidozga gapni ayeriga qo'yamiz. Men bir vaqali qilaydi deymiz. Asan emasga ish qilib men o'tgani bir kep ko'rdim, oldingi bir bo'lak tugagan vaqtda bir ko'rdik-ku, Xalmurat kamishkimiz kelib. Bugun bir ko'rdim, uning ustiga orliqda xabardor bo'lib turyapman. Shunga yana bir qitim qoyil bo'lib ketdim-chu. Bu daqiqimda bayinliklardan degili bo'lganlarini deb beringlar-a. Masalan, sahnani o'zgartdimiz-ku. Bu birinchi qitimlikda mushu hozirda mushu paylan qilayotgan bugungi mushu suratga olgan bir sahnani qildik. Uçakta şu 22 dek tamaşadı ne arkadaş? Kiçikten bu sahnimiz. Bu duran xidimlik sahnimizga biz 150'den 200 gacha tamaşın patılgan sahnini tayyorlab qo'ydik. Tamaşın ko'paydi endi bu yerda. Chunki yilqi ko'gis odam chiqdi. Uning keyin mazmun jihatdan manda boshlikisi qargan chog'da sal ig'roq kuchavatimiz endi. Birinchi qitimlikni qilimiz deb qilyaptimizki, ammo ikkinchi qitimlik zidonli bir mas'uliyat kelib qoldi-ku bizga. Ama aşınodimi yaxshiroq qilaylik deyapmiz. Uning keyin uni taklif qilgan cho'lponlarimiz ma asosiyatdan ilqi shu xalqimiz e'tirof qilgan ham bir ko'rishni orzu qilgan cho'lponlarni taklif qilyapmiz. Uning sirtida mazmuni sal rangdarroq, sahnaga chiqadigan mendan boshqa cho'lponlarma jiqroq, vaqtim uzunroq. Şundarak anlayış. Anındaki kurulma cihatte mi, bütünlük cihatte sahnemdeki. Hem de sen modarak. Aşında kurulmalarını oyluşuvatımız yani. Elaqe şu tamaşbullar demal kubul kılalaydıgan. Acep peyzi yığınlı kopta mava deydigan mesela riyasetçi olsun, ya ki sahnemdeki bizliş olsun, ya ki başka cihatlerde olsun, muşu cihatlerde sen yığınlık yartaylı. Degen muşahaletini qo'llashayotimiz, yana bir xil modani qo'llashaylik. Mayak qara, mayakqa men tatyaptım, sazg'an ketdi ya. Vlogning ishi bor. Ay. Mau sizlarga izchil yaxshi baho bergan, anonki shu milliard kulki sahnasini yaxshi ko'rib, olqish yangratgan, izchil sizlarni qo'llayotgan ko'rurmanlarga, ham shu turdoshlarga do'yin ahliga qanday gapinglar bor? Gapimiz yo'q desanglar. Yo'q, gapimizning jiqliqidan qaysi birsini deyishni bilmayapmizda. Desak bo'ladi, eng muvofiq bo'ladi. Shu fursatda bir gap degim kelyapti. Bizniki milliard sahna kulki sahnasida birinchi qitim tarqatdik, izlash, ko'znak degan detallarda. Ko'rishim nihoyat yaxshi bo'ldi, nurg'un yaxshi taklif fikrlar berildi. Bundan nihoyat xush bo'ldik. Men shaxsan shu do'yinga o'zim bir xil sal qarab qoldim menda halqa. Ko'ngil bo'lmabdi menga. Mushu yaqinda men o'zim do'yin spamni qo'zg'ab, uning keyin shu burunga chiqib qolgan milliard
programmalarimizni chiqardik. Buningda menga yozayotgan shu inkaslar bek yaxshi, texmi tirishing, texmi ilgirlar, milliard sahnanglar, texmi ro'naq topsin, voy deb keyin ayrim uchrayotgan akalarimiz, inilarimiz shu gaplarning o'zima shaxsan menga nisbatan, bizning milliard sahnimizga nisbatan chekinish yo'lining yo'qligini ifodalab aytib bordi. Biz qanchalik jafo tortsak ham shuni qilaylik dedik. Nurg'un ba'zida bizning kayfiyatimiz tushib ketdi adabiyat. Bir ishni qilavergandan keyin biz aytishimiz kirimiz bu o'ynarga taqib ba'zida chiqib ketdi, o'zim yolg'iz o'ynayman. Bu ko'ringan ketim anglaydi-da bu. Tetmaydi. Ben 10 ketim, 20 ketim o'tira olaman. 2 ketim o'tirsang tetmaysan. Onun üstü sen bunu tetmaysa degan bilmagandikin. Bir-birinizga zirikmi ketgan. Vay o gaplarni desang. Bu hozir men do'yinga endi rasmiy kirishdimda, xil ko'payib qoldi. Mushu tunugin birna kun Kerem doktor degan bir og'aynimiz meningki mushu linchamiyo degan yumurim to'g'rilib bir vilokdek bir narsa. To'g'ri. Bek yaxshi so'zlab turib, ta'sirini ketib yaxshi ifodalab, bu jarayonning hammini deb bu linchamiyo degan yumurim ishlamishlar bo'lgan deb. Buni ko'rib, endi rastimsam mushu fursatda ashu do'stimga bir rahmatimni aytib olaman. To'g'ri. Yomon bir ilhom bo'lib ketdi. Chunki hodiqim chiqib qoladi ekan. Biz mushundaq jafo tortib turib qilsak, mushu ishimizniki rost bir mevasini, ajrini ko'radi ekanmiz, degizib qo'ydi qara. Onun ustiga bir ziyolilarning vakili sifatida nayt ilmiy, nayt obyektiv baho beribdi. Ham nayt kamtarlik bilan so'zlabdi. Ajab adam suyunib qoldi ekan. Jamo o'zaro qo'llash degan, ham o'zaro e'tirof qilish degan bek esil fazilat. Mening shunday rahmat aytqim keldi yoshi bolaga. Shuning bilan bu yumurimni yana anglamagan nurg'un odam bor o'xshaydi. Mangalqi yezayotgan shu nimalarda inkaslarda mushuni evet bergan bo'lsangiz yana deb shunda deb ketib boradi. Ishqib menda shu bolniki shu bir ishilgan bir vlogidan, shaxsan shu chiqargan bir zopingnidan texmi bir jafo tortib etsam bo'ldi ekan yana degizvetdi meni. Aş bir mazmuni aş Kerem doktorning hammamizni shunday ta'sirlantirdi jumladan sen bek hayajonli ketding. Ben qo'shib ketdim. Kerem doktorga ayrim session yozib, Alloh g'inib qoldi hozir ildarlarni qo'shib, amdan fazilatli bir saviyalik bir og'inimizga. İşte kıvat bize. Ay, Sadg'an ketaylar.